Bu esa bizni tashlab o'zi sayrga ketdi-ya deb qoldi. Asta esa ko'kragiga urib, "Qo'rqma Noeli, men borman-ku, har qanaqa tuzoqni shartta kesib tashlayman. Men baribir Yunodan oldin sehrgarlar qiroli bo'laman. Bu zindon menga cho't emas" deb maqtanib ketdi. Keyin esa u Noeliga raqibi Yuno haqida gapirib berdi. U oddiy qishloqi bo'lsa ham eng zo'r oltin tonga kirganini tushuntirib berdi. Asta esa "Lekin men baribir unga yutqazmayman" deb mushtini tugdi. Noeli esa uning qat'iyatini ko'rib ich-ichidan "Bu bola chakki emas ekan" deb qoyil qoldi, lekin birdan xayoli buzildi. To'xta, hozir bu yerda faqat ikkimiz, qorong'u zindon va bir yigit, bir qiz. Noeli qizarib ketdi. Xayolida esa allaqachon love story boshlanib ketdi-yu. Asta esa bu xayollardan bexabar. Nima qilib turibmiz? Ketdik" deb chaqirdi. Noeli shoshib qadam bosganda yana bir tuzoqni bosdi-yu, yerdan chirmavoqlar chiqib uni o'rab oldi. Suvdan esa bahaybat odamxo'r gul chiqib Noelini nyam-nyam qilmoqchi bo'ldi. Asta qilichini olib ko'tardi-yu, lekin oxiri ikkalasi ham tuzoqqa tushib, gulning kislatali sho'rvasiga tushishiga bir baxiya qoldi. Ayni shu payt juda kuchli shamol urdi. Qayerdandir paydo bo'lgan shamol qilichlari gulni tilka pora qilib tashladi. Noel esa hayratda, bu qanaqa sehr bo'ldi? Juda aniq va juda kuchli. Bazada esa kapitan Yami endi esladi, aytgancha oltin tong ham u yerga odam yuborganda ish qilib biznikilar bilan yoqalashib ketmasmikan deb boshini qashlab o'tiribdi. Ayni paytda oltin tong bazasida Alikdor ismli havasgo'y kapitanning oldiga kirib, "Nega o'sha pastkash Yunoni bu muhim missiyaga yubordingiz? Men turganda-ya" deb nolib yotibdi. Hasad yomon narsa o'rtoqlar, shuni biling. Lekin kapitan Vanges unga shunchaki "Menga va sadoqatingga ishonasanmi" deb savol berdi-yu, ortiqcha izoh ham bermadi. Qisqa va lunda. U Yunoni oltin tongning eng zo'r a'zosi deb biladi va kelajakda undan katta umidlar kutadi. Zindonda esa Noeli qarasa, Yunoning yonida Mimoza ham bor ekan. Klaus esa darrov do'ng'illashni boshladi. Yuno esa "Nega bu ikkalasini qutqarding? Bizni vazifamiz xazinani topish edi. Bularga vaqt sarflashga haqqimiz yo'q" deb asabiylashishni boshladi. Asta esa buni eshitib Yunoga o'girildi va murojaat qildi. "Xo'y, bu to'rt ko'zli qo'pol amaki qayerdan paydo bo'ldi o'zi?" deb so'radi. Klaus esa to'rt ko'z degan gapni eshitib tutab ketdi, xuddi choynak qaynab ketgandeya. Mimoza esa darrov Noeli bilan ko'rishdi. Bular aslida xolavatcha ekan. Oxirgi marta qirollik bazmida ko'rishgan ekan. Mimoza esa xavotir bilan "Eshitishimcha qora buqalar juda yovvoyi odamlar ekan. U yerda qiynalmayapsizmi?" deb so'radi. Noeli ham bo'sh kelmay, "O'zingizchi, sizga o'xshaganlar va qoqilib yuradigan qizlar oltin tongda nima qilib yuribdi?" deb kesatdi. Mimoza esa kulib, "Bizda hammasi ajoyib, bemalol mashq qilyapman. Aytgancha, sehringizni boshqarishni o'rgandingizmi yoki hali ham nishonga urolmayapsizmi?" deb beixtiyor tosh otib qo'ydi. Mimozaning bu beg'ubor gapi Noelini nokaut qildi. Tili aylanmay qoldi bechorani. Mimoza davom etib, "Bilasizmi, biz birinchi missiyadanoq sehrgarlar qirolidan yulduz oldik" deb maqtanib ketdi. Asta bilan Noeli buni eshitib sirli jilmayib qo'yishdi. "Xo'sh, nima bo'pti? Biz ham quruq emasmiz. Bizda ham yulduz bor" deb kerilishdi. Klaus buni eshitib ko'zoynagini to'g'irlab, "Yolg'on gapirma, qora buqalarning yangilari yulduz olishi bu ertak" deb ishonmadi. Asta esa tutab ketdi. "Nega ishonmasan?" desa, Klaus esa "Bu shunchaki tasodif bo'lishi mumkin" deb qo'shib qo'ydi. Asta esa "Bu missiyaga ham bizni qirolning o'zi yubordi" desa ham, Klaus baribir qo'ysangchi deb ishonmay turaverdi. Endi esa mavzuga qaytadigan bo'lsak, Klaus qoshini chimirib so'roqqa tutdi. "Xo'sh, uchinchi sherigingiz qani? Nima sizlarni tashlab o'zi sang'igani ketdimi yoki allaqachon birorta tuzoqqa tushib o'lib ketganmi?" deb so'radi. Asta bilan Noeli nima deyishni bilmay g'alati bo'lib qolishdi, chunki Luk rostdan ham ularni kedan o'ch qilib ketgandi-da. Klaus esa fursatdan foydalanib qora buqalarni yerga urishni boshladi. "Sizlar ritsarlik nomiga dog' tushirgansizlar, sharmandalar." Buni eshitgan Asta portlab ketdi. "Hozir ko'rasan, bu zindonda birinchi bo'lib men zab etaman, senga odamlarni mensimaslik qanaqa bo'lishini ko'rsatib qo'yaman" to'rt ko'z deb baqirishni boshladi. Lekin Asta oltin tongning kapitanining ismini eslolmay William Wang deb gurillab turganda Klaus battar asabiylashdi. Alamidan Klaus bizning kapitan Yamining tashqi ko'rinishini masxara qilishni boshladi. "Sening kapitaning xuddi ko'cha bezoriga o'xshaydi." Asta esa bo'sh kelmay, "Yo'q, u haqiqiy erkak" deb turib oldi. Ikkalasi ham xuddi bog'cha bolalaridek tortishib ketishdi. Qolganlar esa face palm qilib o'tirishibdi. Oxiri Klaus "Gap bilan emas, ish bilan isbotlaymiz" dedi. Mimoza darrov o'zining sehrli gulini ochib, xuddi GPS navigator kabi butun zindonda xaritasini chizib berdi. Texnologiyani qarang. Yuno ham qarab turmadi. Shamol sehri bilan o'ziga xuddi havo taksisini yasab oldi-da, jamoasini o'tkazib xayr deb uchib ketdi. Asta va Noel esa changni yutib og'zini ochib qolaverdi, lekin Asta taslim bo'ladiganlardan emas. "To'xtab tur, men ham yetib olaman" deb oyoqlarini qo'lga olib yugurishni boshladi. Maqsad xazina xonasiga birinchi bo'lib yetib borish. Birozdan keyin esa yana tuzoq. Ularda sezgi sehri yo'qdi, ko'rdek yurishibdi. Asta hamma yo'laklarni bittalab tekshirib chiqaman deb baqirishni boshladi. Noel esa peshonasiga urib, "Sen jinnimisan? Bunaqada qarib ketamiz-ku, ahmoq" deb baqirdi. Shu payt haligi qushcha Nero xuddi jonli GPS navigator kabi havoga ko'tarilib, Astaga to'g'ri yo'lni ko'rsatishni boshladi. Qoyil
texnologiyalarsiz ham yashasa bo'lar ekan. Narigi tomonda esa Klaus burnini osmonga ko'tarib Astani mensimay ketyapti. U hayron, bu bolada gram sehr yo'q. Qanaqasiga ritsar bo'ldi? Kapitan Yami nima ko'r bo'lganmi deb o'ylab qoldi. Yuna esa sekingina "Senyor, ehtiyot bo'ling, Asta oddiy bola emas, u baribir bosh qahramon-ku" deb ogohlantirdi. Aynan shu vaqtda poytaxtda sehrgarlar qiroliga yomon xabar keldi. Zindonda dushmanimiz Olmos qirolligi askarlari ham paydo bo'libdi. Oxirgi paytlar bu Olmos qirolligi haddidan oshib bizni yerlarga ko'z olaytirib qo'ygan. Agar o'sha qadimiy daraxtli sehrli qirollar ularning qo'liga tushsa bormi, tamom, urush boshlandi. Ularning boshlig'i esa Do'zax Lotus laqabli Lotus degan amaki ekan. Sehrgarlar qiroli uni taniydi. Juda kuchli va ayyor tulki deb baho beradi. Yordamchisi Marks vahimada, hozir hazillashadigan vaqt emas deb turibdi. Lekin qirolimiz xotirjam, xavotir olma, u yerga Yami qiziq bir bolani yuborgan deb kulib qo'ydi. Gap kim haqida ketayotganini bildingizmi? Albatta Luke haqida. U allaqachon dushmanlarni paq-poq qilib yo'q qilib tashlagan. Lotus bechora esa boshini ushlab qoldi. Hamma askarlarimni bir zumda yanchib tashladi-ku, kim o'zi bu maxluq deb o'ylanib qoldi. Luke esa juda xursand, ko'zlari yonib turgan. "O, sen kuchli ko'rinasan, kel o'ynaymiz" deb turibdi. Lotus qarasa, bu bola oddiy bola emas. Butun tanasi chaqmoq bilan qoplangan, zarbalari esa xuddi bolg'adek og'ir. Luke esa jangni boshlashga shoshilyapti, lekin Lotus juda tajribalida. 36 ta usuldan eng zo'ri qochish deb sekingina juftakda rostlamoqchi. U tutun chiqarib Luke'ni hujumidan chap berib qochdi. Lotus tushundi, bu yonchi qirolligi bolalari bizdan qattiq xafa ko'rinadi, jahli bilan urushyapti. Lotus amaki dardini dasturxon qilishni boshladi. Bizda resurs tugagan, bolalarim och, majbur biz bosqinchilikka deb noliydi. Uyda 3 ta qizi bor ekan, bechora ota. Lekin Luke'ni parvoyiga ham kelmayapti. Unga razna-raz chiqadigan raqib bo'lsa bas. Lotus esa tinchgina yashasam bo'lmasmidi, qayerdan bu jinniga uchradim deb xorsinib qo'ydi. Ayni paytda Asta va Noeli g'alati joyga tushib qolishdi. U yerda gravitatsiya o'ynab yotibdi. Asta qushchadan yo'l to'g'rimi deb so'rasa, qushcha esa jim. Birdan Asta yugurayotgan sandiqni ko'rib qoldi. Ana xazina ushladi, boy bo'lib ketish ilinjida quvlab ketdi. Sotadi bu bola. U esa sandiqni ochsa, voy-vo, ichi to'la irkit ichak-chavoqlar. Noeli buni ko'rib bu deb ko'ngli aynib ketdi. Narigi tomonda esa Luke tinmay hujum qilyapti, lekin Lotus xuddi ilon baliqdek sirg'anib qochib yuribdi. Lotus jang qilayotib, birdan kapitan Yamini eslab qoldi. "Ha, bu bola xuddi o'sha yovvoyi Yamiga o'xshaydi" dedi. O'shanda Yami Lotusga shunaqa esdalik katta chandiq qoldirgan ekan. Lotus qo'rqqanidan dumini qisib qochgan ekan. Yamining uslubi shunaqa dahshatli ediki, Lotus bu yoshlar bilan hazillashib bo'lmaydi, ayniqsa Yami bilan deb tan olgandi. Luke endi yana hujum qilaman deganda birdan tormozi bosilib qoldi. Boshi aylanib, oyoqlari o'ziga bo'ysunmay qoldi. Tezligi ham bir sekinlashib qolgandi. Ma'lum bo'lishicha, bu ayyor Lotus xonani ko'rinmas tutun bilan to'ldirib tashlagan ekan. Luke sezmay qolibdi. Lotus esa kulib, "Bu mening maxsus tutunim. U sekin asta seni umuman urusholmaydigan qilib qo'yadi" deb aytdi. Luke esa askarlar bilan ovora bo'lib yurganda, Lotus allaqachon tuzoqni qo'yib bo'lgan ekan. Endi u Luke'ga hayotiy dars beryapti. "Ko'rdingmi bolaka, yakka o'zi jang qilish ahmoqgarchilik, jamoa bo'lish kerak" deb tushuntiryapti. Narigi tarafda Olmos qirolligining yana bir kalamushi xazina xonasiga suqilib kelyapti. Yunolar Mimozaning xaritasi orqali manzilga yetib kelishdi, lekin gurs etgan ovoz keldi. Mimoza orqasidan zarba yedi. Bechora qizning himoya plashi ham yordam bermadi. Kristallar uni teshib o'tdi. Bu tuzoq emas, bu peshonasiga Swarovski toshlarni yopishtirib olgan anavi yigitning ishi. Ayni paytda Lotus amaki "Bo'ldi, bu bola tamom bo'ldi, men ketdim" deb o'ylagandi, lekin Luke onasining faqat g'alaba degan so'zlarini eslab o'rnidan turdi va "Xo'y amaki, qayerga ketyapsiz? O'yin endi boshlandi-ku" deb murojaat qildi. Luke'ning ko'zlari yonib ketdi. "Vau, anchadan beri bunday mazza qilib urushmagandim" deb yubordi. Uni tezligi Formula 1 bolididek yana oshib ketdi. Chaqmoqlar esa battar kuchaydi. Lotus esa shu yosh jonivorni o'ldirgim kelmayapti-da" deb ikkilanib turibdi. Shu payt Luke'ning kallasida flashback boshlandi. Onasi bechora Luke'ni doim jinnidek irshayib yurishini tushunmasdi. Undan nafratlanardi. Luke hech qachon yig'lamasdi ham. Lekin bir kuni maktabda bitta aslzoda bolani do'pposlab qo'ydi. Oddiy bola aslzodani yengani maktabda bomba yangilik bo'ldi. Onasi buni eshitib birdan o'zgarib qoldi. "O'g'lim, sen aslzodani yengdingmi? Malades" deb uni quchoqladi. Onasi unga faqat yutish kerak va bu dunyoda senga hech kim yordam bermaydi. Faqat o'zingning kuchingga ishon deb miyasini zaharlagan. O'sha kundan boshlab Luke onasini xursand qilish uchun faqat g'alaba qozonishini o'ziga maqsad qilib olgan. Mana shu narsa uni jang maniyasiga aylantirdi va hozir Lotus buni sezib turibdi. Luke'ning har bir zarbasi endi o'limga teng, aniq va tez. Amakining ishi juda chatoq. Lekin Lotus amaki ham anoylardan emas. Bu
jangda yutqazish niyati yo'q. U o'zining eng kuchli tutunli xoch qamog'ini ishga solib, Lukni shartda bog'lab harakatini to'xtatdi. Aslida bu usulni u ishlatgisi yo'q edi, chunki benzin juda ko'p, mana ko'p ketardi-da. Keyin u sheriga ana u tosh yigitga qarasa, u o'z boshimchalik qilib o'z bilganidan qolmayapti. Bu yoshlar gapga kirmaydi-da deb nolib qo'ydi. Mimoz esa darrov o'zini regeneratsiya qilish uchun tushdi va o'simlikdan shifo qafas yasab ichiga kirib oldi. Klaus esa sen faqat o'zingni o'ylab qolganini bizga qo'yib ber va chalg'ima deb haqiqiy erkakni gapini gapirdi. Dushman esa olmos qirolligining eng xavfli sehrgarlaridan biri bo'lib chiqdi. Klausni esa jahli chiqib ketdi. Qo'ynomard erkak kishi ham qiz bolani orqasidan hujum qiladimi, uyat edi, baqirdi. Lekin anavi kristal yigitga bu gaplar pashsha chaqqandek ham bo'lmadi. Bu biznikilarni shunchaki yo'ldagi tosh deb bilardi. U yana Mimozaga o'tkir kristallik tosh otganda Klaus temirli devorni qo'yib himoya qildi. Yuna menga yordam ber, bu yaramasga oltin tongning kuchini ko'rsatib qo'yamiz deb buyruq berdi. Asta va Noel esa xazinaga yaqinlashyapti va Noel havoda dahshatli bosimni sezdi. Asta esa bu yerda havo emas, faqat sehr borga o'xshaydi dedi. Noel esa xavotir bilan Luk kim bilandir jiddiy urushyapti shekilli deb aytdi. Asta esa darrov yur yordam beramiz, uni tashlab ketmaymiz deb otildi, lekin Noel uni to'xtatdi. Luk o'zi eplaydi, bizni ishimiz xazina, agar kechirsak missiya barbod bo'ladi deb tushuntirdi. Asta esa ikkilanib qoldi, chunki Yunoga yutqazishni xohlamasdi-da. Luk esa xuddi zombidek yutishim kerak, faqat g'alaba debdimi pichirlab yotibdi. Bechora bolaning ichida nimalar bo'layotganini o'zi ham bilmaydi. Ruhiy holati chatoq. Narigi tomonda esa o'sha olmoslik Terminator Klaus va Yunoga qarshi bir o'zi jang qilyapti. Bu kuchni qarang. Qaranglar, bu yaramas dushman kitobsiz ham shunaqa kuchli urushyapti. Xuddi tankdek bostirib kelyapti. Klaus vaziyat chatoqligini sezib Yunoga baqirdi. Sen ketaver, xazinani ol, men buni ushlab turaman deb murojaat qildi. Garchi Klaus aslzoda bo'lib turib, oddiy qishloqiga suyanishni xohlamasa ham, vatan himoyasi va missiya birinchi o'rinda. Yuno esa ketaman deganda dushman fursatdan foydalanib Klausni oyog'ini shartta kishanlab qo'ydi. Tamom, u qo'lga tushdi. Narigi tomonda Lotus amaki Lukni o'ydim-kuydim qilmoqchi bo'lib turganda Asta qahramondek paydo bo'lib tutunda video etib kesib tashladi. Yuno ham vijdonga quloq solib orqaga qaytdi. To'g'rida qon qarindosh bo'lmasa ham jamoa bu oila degani, do'stni tashlab ketish nomardning ishi. Klaus esa ko'z oynagini to'g'irlab, nega qaytding ahmoq deb hayron bo'lib qoldi. Yuno esa jiddiy gapirdi. Bu yaramasni birga yengamiz va xazinaga ham birga kiramiz. Hech kim qolib ketmaydi deb turib oldi. Bu haqiqiy lider. Asta va Noel yetib kelgach, Lotus amakining rejasi buzilib ketdi va uni bosh qotib qoldi. Lukning o'tmishi esa juda g'alati va qo'rqinchli. Onasi o'lganda ham u jilmayib turgan ekan. Tasavvur qilyapsizmi? Odamlar shokda bo'lgan. Hozir ham u onasini ruhi uchun Lotus amakini yakkama-yakka yengmoqchi. Asta esa yordam beraman desa, Luk aralashma, o'zim hal qilaman. Bu mening jangim. Sehrim yetadi deb qayzarlik qilyapti. Luk o'yladi, agar men yutmasam, oyim meni kechirmaydi va meni tan olmaydi deb o'ylab qoldi. Asta esa mayli, o'zing bilasan degandek chetda turib oldi. Lotus esa ayyor tulkida yana qochib, Luk chalg'iganida paq etib zarba berdi. Lekin Asta qarab turarmidi, u sakrab kelib zarbani qaytardi. Sen o'zing bilganingni qilsang, men ham o'zim bilganimni qilaman, birodar, dedi Asta. Garchi tutun Astani holsizlantirsa ham, u do'sti uchun jonini berishga tayyor. Buni ko'rgan Lukning yuragi jiz etib ketdi. U tushundi, demak men yolg'iz emasman. Asta meni do'st deb biladi. Qora buqalar meni haqiqiy oilam ekan-ku. Nihoyat miyasi bu bolani joyiga tushdi. Mana endi Lukning kallasida lampochka yondi. Men yolg'iz emasman-ku, jamoa bo'lib urushish ancha mazaliroq ekan. Lotus amaki buni ko'rib, obbo, bularda do'stlik kuchi degan bonus berildi deb o'ylab qoldi. U esa darrov qora tutun bilan hamma yoqni o'rab oldi, lekin Asta baribir o'ziga ishonyapti. Qora buqa hech qachon yutqazmaydi, xohlagan joyda urushamiz deb baqirdi. Narigi tomonda esa Yuno ham bor kuchini ishga soldi. Shamol sehri deb katta qush va shamol qilichlarini birlashtirib yubordi. Dahshatli manzara. Yuno xazinaga oltin tong birinchi kiradi. Damingni ol deb katta ketdi va qushni hujumga tashladi. Asta esa tutunni kesib tashlayman deb terlab ketdi. Noel va Luk ham yordam beryapti, lekin uning foydasi yo'q. Tutun esa xuddi yopishqoq balodek ketmayapti. Buning ustiga bu tutun odamni xossizlantiradi. Sekin asta batareyka o'tiryapti. Luk Lotusning qayerdaligini sezsa ham, amaki tutun ichida xuddi baliqdek suzib yuribdi. Uni esa umuman tutib bo'lmayapti. Lotusning sezgisi ham kuchayib ketgan ayyor tulki. Yagona yo'l esa kutilmaganda zarba berish va bu jimboqni kaliti bizning sehrsiz Asta. Lotus tutunni ichida ko'rmasa ham sehrni xuddi qorong'udagi mayoqdek sezadi. Luk buni tushunib uzoq
uzoqdan paq etib chaqmoq sehrlarini otishni boshladi. Lotus esa kulib, "Ey bolakay, energiyani vol qilma, baribir tekiz olmaysan" deb qochib yurgan edi. Birdan Asta paydo bo'lib, qilichi bilan Lotusni devorga mixlab qo'ydi. Luka ataylab chaqmoq bilan uni Astani oldiga haydab borgan ekan. Strategiyani qarang, qoyil. Noel esa diqqatni jamlab suv to'pi bilan Astani xuddi zambarakni o'qidek otib yubordi. Asta esa video